Fransiya Excellence'ga umuman grant yutishni tasavvur ham qilmaganman. Qanaqa topshirgim kelmagan, qiyin bo'lgani uchun topshirmasamchi deb o'ylaganman. Yo'qotadigan narsangiz yo'q. Ya'ni hech qachon ideal bo'lishi shart emas. Va eng katta xato talabalar hozir qiladi. Qadar bir oltin formula yo'q, ya'ni faqat jipasi baland talabalarga grant berib, jipasi past talabalarga bermaydi degan faktor yo'q. Men bu mavzuda hech qanaqa o'sha payt YouTube'da kontent topa olmaganman, o'zimga aytganman, bir kun grant yutsam, men shu mavzuda odamlarga yordam beraman deb. Bonjour guys, hammaga salom. Bugun sizlar bilan men o'zimga 7 oydan beri olaman deyotgan videoni olamiz. Ya'ni buncha yaxshi. Ozgina bundoq qilsak. Ya'ni men Fransiyaga qanaqa qilib grant yutganim va qanaqa qilib o'qishga kelganim haqida. Bugun sizlarga hammasini boshdan oxirigacha o'rgataman. Bu videodan keyin balki sizlar kelajakda 1 yildan keyin Fransiyaga grant yutishinglar mumkin, balki men sababchi bo'lib qolarman, gulim ham ko'rinsin. O'sha uchun ham qo'lingizga choy, kofe nima ichadiganlar bo'lsa, olib kelib, yaxshilab o'tirib olinglar. Bugun sizlar bilan Fransiya Excellence grant haqida gaplashamiz. Bugungi videomiz 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Bu rejani hozir tuzdim. Birinchi qismi Fransiya Excellence granti nima? Qanaqa topshiramiz, nimalar kerak bizga? Ikkinchi bosqich grant yutish uchun nima tiplar, maslahatlar, nima qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Uchinchi bosqich esa motivatsiya. Bilmadim nimaga motivatsiya qismini qo'shdim. Ko'pchilik shu qanaqadir katta bir grantlarga nisbatan stereotip bor, ya'ni uni yutish uchun bir super kuchga ega bo'lishim kerak deb o'ylaydi odamlar, bilmayman. O'sha narsa noto'g'ri ekanligini bugun sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizlarga o'zingizga motivatsiya berishga harakat qilaman. Nimaga o'z uzuk taqayapman bilmayman videoda. Videoda chiroyli ko'rinish uchun to'xtalayapti. Chiroyli uzugim bor edi. Mayli, uzugim. Topolmadim. Mayli, shular bo'ladi. Okay, birinchi bosqich Fransiya Excellence granti. Bu Fransiya hukumati tomonidan beriladigan grant. Faqat magistratura talabalari uchun, baxtga qarshi bakalavr uchun unaqa grant yo'q. Hozircha men biladiganim yo'q, balki bordir, men bilmasman. Fransiya Excellence granti magistratura talabalari uchun, ya'ni siz bakalavr bosqichini bitirgan bo'lishingiz kerak. Bu grantga eligible bo'lishingiz uchun topshirsa bo'ladi. Fransiyada magistratura o'qish uchun. Birinchisi bu grant 1 yil uchun, lekin Fransiyada magistratura 2 yil. То есть agar siz 1-yil uchun grant yutadigan bo'lsangiz, 2-yil ham avtomatik o'sha grantingiz davom etadi degan narsa yo'q. 2-yil uchun yana qayta grantga topshirishingiz kerak. Endi grantga topshirish uchun bizga nimalar kerak va bu grant bizga nimalarni qoplab beradi? Birinchi o'rinda grant o'zi haqida gaplashadigan bo'lsak, agar siz Fransiya Excellence grantini yutadigan bo'lsangiz, bu sizda kontrakt summangiz, tуда-обратно biletingiz, Toshkentdan Parijga, Parijdan Toshkentga qaytish biletingiz, har oy sizga stipendiya 860 euro stipendiya beriladi. Lekin yanvardan boshlab menga 900 euro beryapti. Bilmadim nimaga. Shu 860-900 euro atrofida sizga stipendiya beriladi har oy davomida. Sizga cross, ya'ni davlat yotoqxonalaridan joy olib beriladi va insurance, ya'ni sizda sug'urta, xususiy sug'urta kompaniyasi bilan sug'urtangizni ta'minlab beradi. Bu degani, agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz yoki har qanaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, sug'urta kompaniyasi sizning xarajatlaringizni qoplab beradi degani. That's it, right? Menimcha shu. Eng katta shu yordam beradigani bu sizga har oy stipendiya berishi, menimcha, va universitet kontrakt summangizni to'lab berishi, grantingiz tomonidan qoplanishi. Endi bu grantga topshirish uchun bizga nimalar kerak? Birinchi o'rinda bizga depending on the program, like agar siz ingliz tilida o'qiydigan programmaga topshiradigan bo'lsangiz, IELTS sertifikatingiz bo'lishi kerak, kamida 7. Agar siz fransuz tilida o'qiydigan dasturda o'qimoqchi bo'lsangiz, fransuz tilini biladigan bo'lsangiz, adashmasam B2 bo'lishi kerak kamida. Ikkinchi o'rinda bu motivational letter. Nima uchun siz bu grantga topshiryapsiz, sizga nimaga grant berilishi kerak, o'shani yoritib beradigan 2 varaqdan ko'p bo'lmagan motivational letter. Keyingisi bu transkript. Agar siz 4-kursda o'qiyotgan bo'lsangiz, shu 4 yillik baholaringizni transkripti, agar bitirgan bo'lsangiz, diplomingiz plus transkriptingizni berishingiz kerak. Keyingisi bu rekomendatsiyaviy pismo, ya'ni kamida 2 ta professor yoki ish joyingizdan bo'lishi mumkin. Sizda tavsiya qilib yozilgan tavsiyanoma xati bo'lishi kerak. Va keyin oxirgisi bu forma. O'zlari bitta forma beradi, o'sha formani to'ldirasiz.
u formada o'sha Fransiyani qaysi universitetlarga topshirdingiz yoki topshirmoqchisiz, o'zingizda qanaqa volontyor ishlar qilgansiz, nima hujjatlaringiz bor, xullas bir dunyo savollar bo'ladi. Savollarga javob yozasiz, hujjatlaringiz bo'lsa hujjatlaringizni kiritasiz, rasmingizni qo'yasiz va oxirgisi qizil pasportingizni kopiyasini yuklab, ularga hammasini bitta zip papkaga jamlab jo'natishingiz kerak. Mana shu asosiy hujjatlar. CV CV ham bor, uzr, esimdan chiqdi. CV ni ham kiritasiz. Bu menimcha CV nimaligini hamma biladi. Bilmaydiganlar bo'lsa, bu agar ishlagan bo'lsangiz, qanaqa joylarda ishlaganingiz, qayerlarda o'qiganingiz, qanaqa loyihalarda qatnashganingiz yoki qatnashayotganingiz yoki qanaqa dasturlar yuritganingiz hammasini o'zida jamlagan hujjat hisoblanadi CV. CV uchun juda ham YouTube'da ko'p videolar ko'rishingiz mumkin, qanaqa yozish, qanaqa tayyorlash haqida. Mana shu hujjatlarni hammasini yig'ib topshirasiz. O'tgan yili 30-martgacha e'lon bo'lgan, lekin bu yil hali e'lon nimagadir bermadi Campus France. Men yozganimda hali ular o'zlari Fransiyadan olmaganini aytdi, O'zbekistondagi ofisi. Har yili e'lon bo'ladi. Buni grantlar haqidagi kanallardan ham kuzatsangiz bo'ladi. E'lon bo'lgan paytda mana shu hujjatlarni hammasini yig'asiz va o'sha Campus France O'zbekiston emailiga jo'natasiz hujjatlaringizni zip papka qilib. Ular hujjatlaringizni qabul qilib olgandan keyin birinchi bosqich o'sha hujjatlaringizni saralash bosqichi bo'ladi. U yoqda tanlab olingan nomzodlar ikkinchi bosqich, ya'ni Zoom yoki face to face video call chaqiriladi, ya'ni intervyu bosqichiga chaqiriladi. Menda Zoomda bo'lgan, chunki men Surxondaryodan, Termizdan qatnashganman. Agar Toshkentda yashaydigan bo'lsangiz, balki Campus France ofisiga borib topshirishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Va ikkinchi bosqich Zoomda yokida face to face da intervyu bo'ladi. Mendagi intervyu 13 minut bo'lgan. Depending o'zingizga savolga javob berishingizga, ularning kayfiyatiga bog'liq, maksimum 20 minutgacha ham bo'lishi mumkin. Zoomda qanaqa savollar so'raladi? Oddiy, nima uchun Fransiyaga o'qimoqchisan, qanaqa universitetlarga topshirding, nima uchun aynan shu universitetlarga topshirding, ya'ni nimaga shu qanaqadir maqsad orzularingizni gapirsangiz, o'sha orzularingga O'zbekistonda o'qib erisha olasanmi, erisha olmasang nimaga erisha olmaysan. Shu va shunga o'xshagan ko'proq o'zingizning loyihangiz bilan bog'liq, ya'ni o'qish projektingiz bilan bog'liq savollar bo'ladi. Imkon qadar o'shanga o'zingiz tayyorlashingizni maslahat berardim. Ya'ni nima uchun Fransiyada o'qimoqchisiz, kelajakda nima qilmoqchisiz, O'zbekistonga qaytib kelmoqchimisiz, qaytsangiz nimalar qilasiz? O'sha o'zingizning sohangiz bo'yicha o'qib qaytganingizdan keyin mening soham huquq, xalqaro huquq va men o'shanga bog'liq loyiha aytganman. Bu haqida ham hozir aytaman. Ikkinchi bosqich mana shu tarzda bo'ladi. Ular intervyu tugagandan keyin sizga bir hafta ichida xabar beramiz deydi va 1 yoki 2 haftadan keyin siz yo qabul qilinganingiz, yo qabul qilinmaganingiz haqida xabar olasiz. Ikkinchi bu grant yutish alohida bitta bosqichimiz. Ikkinchi bosqich bu Fransiya universitetlariga qabul qilinish. Ko'proq muammoli jihati ham mana shu Fransiyaga grant yutish va topshirishdi. Chunki birinchi o'rinda Fransiyada to'liq ingliz tilidagi dasturlar deyarli yo'q. Где-то 80% dasturlari yokida to'liq fransuz tilida, yokida bilingual, ya'ni 50% fransuz, 50% ingliz tilida bo'ladi davlat universitetlarida. Xususiy universitetlarga kiradigan bo'lsangiz, grantingiz o'tmaydi, chunki Fransiya Excellence granti faqat Fransiyani davlat universitetlariga qabul qilinsangizgina kuchga kiradigan grant. Lekin buni yaxshilab tekshirib ko'rishingiz kerak, chunki hozir men o'qiyotgan universitetim Lille Katolik, o'zi xususiy universitet, lekin uni davlat universiteti bilan shartnomasi borligi uchun meni grantim Lille Katolik universitetiga applicable bo'lgan. O'sha jihatlarini yaxshilab tekshirib ko'ring. Universitetlarga Monmaster degan platforma bor Fransiyada. O'sha platforma orqali topshirasiz va o'sha registratsiyadan o'tib kerakli hujjatlarni yuklaganingizdan keyin o'sha magistratura uchun ochilganda, bahorda adashmasam ochiladi. Siz 15 tagacha universitetga topshirishingiz mumkin Monmaster platformasidan. Universitetlarga topshirayotganda men ko'p e'tibor bermaganman, chunki bilmaganman. Aynan o'sha har bitta topshirayotgan loyihangizda qaysi tilda ekani, siz topshirayotgan universitet davlat universitetimi yoki xususiy universitetmi tekshirib bitta keyin topshiring. Chunki men Paris Saclay degan universitetga kirganman. Bu xususiy xalqaro xususiy huquq bo'yicha juda ham nufuzli universitetlardan biri Parijda. Men keyin qarasam, bu meni kirgan dasturim bu anaqa fransuz tilida 70% leksiyalar fransuz tilida. Men fransuz tilini umuman bilmayman. Keyin reject withdraw qilishimga to'g'ri kelgan. O'sha muammolar bo'lmasligi uchun oldindan maslahat beraman. Topshirayotgan paytingiz har bitta topshirayotgan dasturingizni tekshiring. Bitta qiyin tarafi fransuz tilida bo'ladi, lekin Google Translator bor, ChatGPT bor, bemalol yo'lini topsangiz bo'ladi.
Demak, tushundingmi? Birinchi grantlarga hujjat topshirasiz, keyin esa universitetlarga topshirasiz yoki aksincha universitetlarga topshirib, keyin grantlarga ham topshirishingiz mumkin. Qaysi birini deadline qachon ochilishiga bog'liq. Monmaster platformasi haqida men alohida video qilmoqchiman, chunki uni bunaqa kompyuterda ko'rsatib, ekran share qilib sizlarga tushuntirib beraman. Qanaqa akkaunt qilish, qanaqa topshirish, qanaqa universitetlar topish. Chunki juda ham complicated. Men o'zim ham boshida tushunmaganman. Topshirgim kelmagan, qiyin bo'lgani uchun topshirmasamchi deb o'ylaganman. O'shanda qiynalmasliginglar uchun va o'zbek tilida men bu mavzuda hech qanaqa o'sha payt YouTube'da kontent topa olmaganman. O'zimga aytganman, bir kun grant yutsam, men shu mavzuda odamlarga yordam beraman deb. O'sha va'damda turish uchun ham shu mavzuda sizlarga video qilaman, xudo xohlasa. Endi videomiz ikkinchi qismi grant yutishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Men o'zimda tajribamdan kelib chiqib aytaman, lekin grant yutishda hech qachon qanaqadir bir oltin formula yo'q, ya'ni mana shuni qilsang sen grant yutasan degan bir formula yo'q. Hammada u har xil bo'ladi. Kimdadir akademik ko'rsatkichlari yaxshi bo'lishi mumkin, GPA skor baland bo'ladi. Kimdadir motivational letter boshqalardan ajratib turadi, kimdadir CV'si juda yaxshi bo'ladi. Imkon qadar har tomonlama o'zingizda kuchli tarafingizni ko'rsatib berishga harakat qiling. U xoh CV'ingizda bo'lsin, xoh motivational letteringizda bo'lsin. Agar siz akademik ko'rsatkichlaringiz baland bo'lmasa, ko'pchilik so'raydi, masalan, GPA pastroq, grant yutolmaymanmi deb. Menimcha GPA bu yagona faktor emas. Faqat GPAsi baland talabalarga grant berib, GPAsi past talabalarga bermaydi degan faktor yo'q. Tabiiyki, u ham inobatga olinadi, lekin agar GPA balangiz pastroq bo'ladigan bo'lsa, siz social activity'laringizni ko'paytirishga harakat qiling. Loyihalarda qatnashing, volontyor dasturlar, o'zingiz birorta dastur yarating. Ko'pincha birorta dasturga a'zo bo'lgandan ko'ra o'zingiz bir loyiha bilan chiqadigan bo'lsangiz va o'sha loyihani lideri bo'ladigan bo'lsangiz, bu ko'proq attention catch qiladi, chunki birorta loyihani noldan boost qilib yuritish bu juda ham qiyin va ko'p mahorat, sabr, matonat talab qiladigan va agar siz shunaqa loyihangiz bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham foydali. Siz o'zingizda shaxsiyatingizni ularga yaxshiroq ochib bera olasiz. Motivational letter ham meni fikrim bo'yicha eng muhim faktorlardan biri, chunki ular motivational letteringizni o'qigan payti sizni qanaqa insonligingizni biladi. Birinchi o'rinda eng katta xato talabalar hozir qiladi, ChatGPT bilan motivational letter yozmanglar, guys. Xoh o'zingiz motivational letter yozib, uni grammatik qismini ChatGPT bilan tuzatishga harakat qilsangiz ham, ChatGPT har doim strukturasini o'zgartiradi. Chunki u kreativity ChatGPTda yo'q yoki umuman hech qanaqa sun'iy intellektda kreativlik bo'lmaydi. Ular faqat o'zida bor ma'lumotlar bazasini ishlatadi. Ya'ni sizni unik bo'lishingizni ta'minlab bera olmaydi. Ularning gaplarining strukturasi ham yoki ideya beradigan ideyalari ham ko'pincha bir xil bo'ladi va agar siz ChatGPT bilan birgalikda motivational letter yozib, o'zingizning shaxsiy fikringizni qo'shmasdan u bilan qiladigan bo'lsangiz, uni ertaga o'qigan admission commission officerlari yoki-da xodimlar ham bittada sezishi mumkin. O'shanaqa xato qilmaslik uchun imkon qadar o'zingiz yozishga harakat qiling. Bilaman, bu narsa oson jarayon emas. Men 4-5 oylab mana shu personal statement, motivational letterga o'xshagan narsalar yozishga qiynalganman. Maslahat berardim, Oxfordda Successful Motivational Letterlar kitobi bor. Men bu yerda rasmini qo'yaman agar topsam yoki-da link qo'yaman. O'sha kitobdagi motivational letterlarni o'qinglar. Boshqalar qanaqa qilib o'zini yoritib beradi, qanaqa qilib ko'rsatib beradi. Tipichni hammaga o'xshab men bolaligimdan orzu qilardim chet elda o'qishni degan narsalar e'tibor tortishi qiyin. Ya'ni 10 ta motivational letter, 10 tasi hammasi bolaligimdan boshlangan bo'lsa, sizda ularning ichida boshqacha qilib ajratib turadigan bir o'zingizda hikoyangiz bo'lishi kerak. Jabr ularni ko'proq motivational letterda faqat Fransiyani maqtab, nima qilish ham shart emas. Hamma narsa balansed bo'lishi kerak. Yoki-da aksincha ba'zilar juda ham ko'p o'zini maqtaydi. Men bunaqa qilganman. Maslahat beraman, motivational letterda yozishda eng oltin qoidalaridan biri mana bu ishni qilganman deb yoki menda mana bu mahorat bor deb emas, qilgan ishingiz orqali ko'rsating. Ya'ni menda leadership skill bor deyish o'rniga men mana bunaqa loyiha qilganman va shu loyiham natijasida mana buncha talabalarga ta'lim berganman yoki-da mana bunaqa odamlarga yordam berganman deb son, ko'rsatkich bilan, aniq faktlar bilan yozadigan bo'lsangiz, ko'proq effektiv bo'ladi. O'qigan odamda visual siz haqingizdagi bir fikr shakllanadi. O'sha fikrni shakllantirishga harakat qilib yozing motivational letteringizni va kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz ham imkon qadar aniq bo'lishi kerak.
aynan shu narsani qilishingiz tabiiyki o'zgarishi mumkin. Masalan, men magistraturani boshlashdan oldin umuman boshqa fikrda boshlab, hozir kelajakdagi maqsadlari umuman boshqa joyga o'zgarib ketdi. Chunki o'qiydigan soha sizga tabiiyki ta'sir qiladi. Lekin in general sizda qanaqadir bir qarashingiz bo'lishi kerak. Men shu magistraturani shu loyihada o'qisam, shunaqa ish qilaman deganga o'xshagan. Okay. Eng muhim faktorlardan biri mana shu. Shunga e'tibor berishlarini so'rardim motivational letter yozishda. CVda ham CVni iloji boricha 1 yoki 2 listda saqlanglar. Ya'ni 10 list CV bo'lishi kerak emas. Imkon qadar o'zi maksimum 1 list bo'lishi kerak CV va o'sha 1 list CVlarga hamma o'qish, ta'lim va ketma-ket xronologik ketma-ketlikda aniq-tiniq chiroyli qilib yozinglar. Xohlasalar Europass ishlatishingiz mumkin, xohlasalar oddiy Wordda qilinglar. YouTube'ga agar Oxford style CV desanglar, juda ham zo'r CV examplelar sizlarga chiqadi. O'shani qoliplarini ishlatib bemalol o'zingizlarning CVlarni qilishingiz mumkin. Umumiy maslahatlarim shular. O'ylayman, intervyu bosqichida ham agar motivational letterda o'zingizlar mustaqil yozsanglar, intervyuda prosta o'sha yerda yozgan narsanglarni o'sha odam bilan face to face bo'lganda aytib berasizlar xolos. Ya'ni sizlarga savol berganda javob berasizlar. Imkon qadar confidence bu yerda juda ham muhim. Intervyuda ayniqsa gaplashayotganinglarda o'zingizlarga ishonch bo'lishi kerak. Nima qilmoqchiliginglarni gapirayotganinglarda ham hayajon, qo'rquv bo'ladi, lekin ko'proq oynada mashq qilsanglar va aniq qiladigan ishinglar miyanglarda clear bo'ladigan bo'lsa, menimcha uni bemalol yoritib bera olasizlar. Endi 3-qism bu motivation qismi. Boshda aytganimdek, ko'pchilikda rostdan ham shunaqa fikr bor, ya'ni shunaqa katta grantlar yutish, bilmadim, faqatgina unik odamlarga nasib qiladi degan. Birinchi qoida bu: sizlar grantga topshirgan vaqtinglarda yutqazsanglar ham hech narsa yo'qotmaysizlar. Ya'ni grantga topshirasizlar, lekin agar o'sha grantni ola olmay qolsanglar, hayotinglar o'zgarmaydi. Shu hayotinglar qanaqa kelayotgan bo'lsa, o'shanaqa davom etadi. Lekin agar omadinglar kelib o'sha grant yutadigan bo'lsalar, hayotinglar butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni har doim har bitta yangi narsaga tajriba sifatida qaraydigan bo'lsangiz, bunda sizga osonroq bo'ladi. Ya'ni 100% shu narsani yutsam-chi, yuta olmasam-chi emas. Agar yuta olmasam, menga tajriba bo'ladi. Keyingi boshqa biror loyihada o'sha tajriba menga asqotib, keyingi biror loyihada yutishim mumkin. Lekin agar yutadigan bo'lsam, hayotim butunlay o'zgarib ketishi mumkin. Sizda hech qachon yo'qotadigan narsangiz yo'q. Ya'ni hech qachon ideal bo'lishingiz shart emas. 10 mingta loyiha boshlagan, universitetdagi eng aktiv ko'zga ko'ringan noyob bir talaba bo'lishingiz shart emas. Siz hozirgi borligingizcha ham topshirib grant yutishingiz mumkin. Chunki grant beradiganlar faqat eng aqlli, eng talantli, eng aktiv talabani qidirmaydi. Ular har xil personalitylar qidiradi, har xil shaxsiyatlar qidiradi. Va masalan 5 ta grant bersa, 5 xil odamga beradi. Kimnidir CVsi yaxshi bo'ladi, kimnidir motivational letter yaxshi bo'ladi, kimnidir umuman boshqa faktor ularni e'tiborini jalb qiladi. Bu albatta nasib va har doim mana shunday loyihalarga topshirayotganingizda buni bir experience sifatida qarab topshirishingiz mumkin. Men Fransiya Zelandiyasiga umuman grant yutishni tasavvur ham qilmaganman. Qanaqadir rejamda ham bo'lmagan narsa bo'lgan. Men boshqa universitetlarda xohlagan bo'lishim mumkin, lekin aynan Fransiyada o'qishda hech qachon rejam qilmaganman. Prosta topshirganman. O'sha payt vaqtim bo'lgan, amaliyotda yurgan vaqtlarim edi. E'lonni ko'rib qolganman, topshirib ko'ray, nima ketdi mendan deganman. Bir 3-4 kunda o'tirib hujjatlarni taxlab, oxirgi minutida topshirib olganman. Lekin qaranglar, hozir men Fransiyada yashayapman, magistratura o'qiyapman va hayotimda mana shu bir haftada prosta zerikib qilgan grantga topshirgan hujjatlarim butunlay o'zgartirib yubordi. Va men ham kutmaganman o'zimda shunaqa grant yuta olishim mumkinligini. Men ham o'ylaganman, yo'q, uning uchun bunaqa bo'lish kerak, unaqa bo'lish kerak. Yo'q. Prosta siz borligingizcha ham hozir nimadir yuta olishga, agar Alloh nasib qiladigan bo'lsa, qodirsiz. O'sha uchun ham ikkilanmasdan, o'zingizda bo'lgan potensialni kichkina baho bermasdan, ming xil savollar bermasdan, ya'ni "Jipan bunaqa bo'lsa-chi, unaqa bo'lsa-chi", uni o'rniga siz bitta motivational letter yozasiz. Shart emas millionta grant yutgan odamdan borib million xil savol so'rashingiz. Shunchaki hujjatlaringizni tayyorlashni boshlang, ustida ishlashni boshlang, ustozlaringizdan feedback so'rang, supervisor toping o'zingizga yoki xohlasanglar menga jo'natinglar, men sizlarga feedback beraman, yordam beraman va o'shanaqa qilib hayotingizni o'zgartirishga nimadir qadam tashlashni boshlang. Aytganimdek, buning uchun oydan tushgan bo'lishi shart emas. Hamma yutayotganlarda ham oddiy 2 ta ko'zi, 2 ta qulog'i, 2 ta qo'li bor. Hech qanaqa bir boshqacha unik tarafi yo'q. Shunchaki ular nimanidir sizlardan oldin harakat qilib ko'rdi, yutqazishdan qo'rqmasdan. Agar sizlar ham o'sha narsani qo'rqmasdan harakat qilib ko'rsanglar, aniq Xudo xohlasa bir kun bu narsa sizlarga foyda beradi.
xuddi shular meni hamma aytmoqchi bo'lgan gaplarim. Agar nimadir esimdan chiqib qolgan bo'lsa yoki sizlarda nimadir savol miyanglarga kelgan bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar. Aytganimdek, xudo xohlasa Monmaster platformasiga ochish, universitetlarga topshirish uchun ham sizlarga bitta video qilib beraman, darslik sifatida va o'sha videogacha sizlar agar bu videoda kimnidir qandaydir savollari bo'lsa, kommentariyalarda yozsanglar, hamma savollarga javob beraman qo'shib. Umid qilaman sizlarga foydali kontent bo'ldi. Kelajakda bu video balki hayotinglarni rostdan o'zgartirishga hissa qo'shar. Bittagina odam bo'lsa ham shu videodan keyin qanaqadir bir grant topshirib, yutib, hayoti butunlay o'zgarib ketib, menga bir kun yozsa juda ham xursand bo'laman. Eng katta orzuyim shu. Sizlarga ozgina bo'lsa ham foydam tegsa xursandman. Kanalimga obuna bo'linglar. Kelajakda yana boshqa shunaqa mavzularda kontentlar qilishda davom etishga men ham harakat qilaman. Hammaga xayr. Take care. Bye.